Salam. Güzel deniz boyida biz bilan xo'shalliqlarimizga o'rtoqlashayotgan suyimlik oila a'zolarimiz. Salam, men bilan birlikda hamsafar bo'lib, ham shundaqla bizning xo'shalliqlarimizga jo'r bo'layotgan, bugun ko'z oldimdagi mush rangarang gulchechaklardek, atirgullardek siyoqda ko'zimni o'ziga lol qilayotgan barcha xonim qizlar, tushliklar xayrli bo'lsin. Kamini Nijat Vali Yaqubdan aminglarga seg'inishli salom, oliy ehtirom. Bugün mening sayyoga bo'lgan bu yil ichidagi 9-qitimliq safarim. Bu 9 qitimliq safarda alazal 30 yaqin faoliyatga riyosatchilik qilgan bo'ldim. Biroq har faoliyatning qimmati, o'sni, go'zalligi o'zgacha bo'lganiga o'xshash. Amaliyotda chin ixlosim va shundaqla haqiqiy so'zimni aytsam, mening bugun tunji qitim mana shuningdek bir go'zal maydonda attirgul yig'ilishiga qatnashishim o'zimni intayin baxtli his qilyapman. Attirguldek mehmonlarimizni qarshi olamiz, didor g'animat. Akşam keçidi bu yerga kelib, mana shu güzel maydonni bezayotgan ahvolni ko'rib turdik. Biroq buncha chiroyli bo'lib ketishini ham sizlarning o'sninglar bilan, sizlarning go'zalliginglar bilan bizning attirgul bazmimizning texmi yorqin bo'lib ketishini faqatmi o'ylab baxmagan edik. Xo'shalmisizlar do'stlar? O'zimizga bir javob bervasak rahmat sizlarga. Mana qarsak, ko'p-ko'k osmon, bepoyon dengiz, yap-yeshil chimliq, attirgullar va attirguldek chiroyli noznillar birga jam bo'lib, hayotimizdagi go'zal tabiatga eng yorqin bir nuqtani ko'z oldimizda zohir qilib turibdi. Menimcha bugungi barcha manzarani go'zal deb ta'riflasak va eng shirin so'zlar bilan sifatlasak tamoman arziydi. Biroq shularning ichida hayajon bilan sifatlashga arziydigan bir mavjudot bor. U bo'lsa koinotga yarashgan, paydiyoga yarashgan, hayotimizga zinnat bo'layotgan sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Jahon apridi bo'lgandan tortib kulli mavjudot go'zallikka tashna bo'lib kelyapti. Albatta ular go'zallikdan, tabiatdan andoz ilib, ana shu go'zallik bilan bizning dunyomizni texmi rangarang qilyapti. Biroq go'zallik shularning ichida kimga yarashadi desa, men kesib aytalaymanki, dal bizning suyimli xonim qizlarimizga eng yarashadi. Chunki xonim qizlarimizning husni go'zal, latofati go'zal, qadamlari go'zal, kulkilari go'zal, hatto ularning ayminib qarashlari go'ida yamanlab açıq bir alayıp qo'yishlari shunchalik go'zal. Shunlashqa sizlardek, mana shuningdek go'zal xonim qizlar bilan hayotimizga yarışib bo'layotgan, paydiyoga nur va simo ato qilayotgan mana shuningdek chiroyli xonim qizlarimiz bilan birga go'zal paytlarda jo'r bo'layotganligimizdan hammamiz hayajon ilikida turibdik. Endi shunday qilgim kelyapti, hozir bizning sahnamizda 99% xonim qiz, faqat 1% erkak zotlar ekan. Undaqda erkak zotlar chavakchilib, xonim qizlarga o'zining mavjudligini bir bildirib baqsa, erlar ovozinglar bormi yo'qmi chavak? Yaraysizlar. Endi mushu erkaklarni qo'rqitib yutaladigan g'ayrati va jasorati, shundaqlarga erkaklarga xos shijoati bilan paydiyoda o'zining hayotini, yangilikni yaratib kelayotgan xonim qizlar, erlarni bugun bir cho'chitib yutinglar. Ovozinglar bormi? Rahmat erlar. Qaysanglar bo'ldi kashdan biltig'i ulgursizlar. Bugün hakikaten intayin unutilg'isiz, hayajonli ve mehr muhabbatga to'yingan, güzellik to'yingan bir qitimliq katta bazma. Ya'ni Payvidioning 2021-yillik yangi mahsulot tantanisi ko'z oldimizda namoyon bo'lib turibdi, ham biz uningga jo'r bo'lib turibdik. Hayajon ilikida biz bilan birlikda mana shu xo'shalliqlarimizga jo'r bo'lish oldida turayotgan mehmonlarimizni sahnamizga taklif etmoqchiman. Albatta bizning bugungi sahnamizda naqshi usullar bo'ldi, go'zallik bo'ldi, beg'ishlash bo'ldi, muhabbat bo'ldi. Shundaqla 2021-yili bizni texmi pul toptira oladigan, bizni texmi boy-bayashatlikqa boshlay oladigan yangi ko'zur mahsulotlarimiz ko'z oldinglarda bo'ladi. Muborak bo'lsin. Balkim faoliyatimiz rasmiy boshlanishdan burungi qisqagina vaqtda sizlarni ham sahnamizning joy-joylariga tizilgan bizning yangi mahsulotlarimizni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Attirguldan andoz olgan bizning teri asrash mahsulotlarimizni ko'rdinglarmi do'stlar? Onun başqa bizning hayotimizga, jinimizga jon bo'la oladigan, bizning oltin tanlarimizni texmi quvvatlay oladigan, ham shundaqla bizning barcha iste'molchilarimizga texmi ko'p ro'yi ustunlik ato qila oladigan sog'lomlik mahsulotlarimizni ko'rdinglarmi do'stlar? Demak, Payvidiyoda yangiliklar uzilmaydi. Payvidiyoda bizni hayajonga soladigan xush xabarlar uzilmaydi. Payvidiyoda yana bizni boy-bayashatlikqa, shundaqla xo'shal kunlarga boshlaydigan nuroniy yo'llar hargiz uzilib qolmaydi. Payvidiyo uchun navbatdagi javoblarimizni beramiz. Muborak bo'lsin. Bugun bizning
faoliyatimiz naq maydonimizga yetib kelgan 200 ga yaqin mehmonimiz bilan birlikda o'z qadr qimmatini, xo'shalligini yoritib qolmasdan, yana Urumchi televiziya stansiyasidan kelgan suyumli axborotchilarimizning ishtirok qilishi, ham shundaqla kuychi bevosita taqitish qandaydiki, bizning naq maydon bevosita taqitishimizni taqitadigan, bizning tashviqotimizga kuch mag'dur bo'layotgan axborotchi do'stlarimizning yordamida bo'lishi bilan texmi izzat e'tiborli bo'ladi. Bizning tashviqotimiz joy-joylarda kengra taraydi. Shunlashqa do'stlarimizning eng go'zal latofati bilan, eng chiroyli tabassumlar bilan faoliyatimizga qatnashib berishini umid qilamiz. Navbatda hayajon ilikida bugun naq maydonimizga yetib kelmoqchi bo'lgan mehmonlarimizni sahnimizga taklif etib olaman. Qanundaqda chavaklarimiz hargiz uzilib qolmasa, Qin Xiang 老师给我换个音乐。接下来掌声有请我们的各位嘉宾，谢谢。 Qadrli do'stlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, kuychi bevosita taqitish qanunlar orqali bizning xo'shalligimizga jo'r bo'layotgan suyumli ishtirokchilar, hozir sizlarning ko'rayotganinglar bo'lsa, Xinjiang Pay Video savdo cheklik sherikligining 2021-yillik Sanyadagi yangi mahsulot e'lon qilish shodiyona tantanasi. Bizning bugungi xo'shallik paytlarimizga jo'r bo'layotganinglarga minnatdorligimizni bildiramiz. Shunaqla do'stlarimizning barmoqlarini bildiritish orqali bugungi bevosita ko'rsatishimizni taraf-taraflarga tarqatib qo'yishini so'raymiz. Navbatda bizning bugungi faoliyatimizga alohida qadam tashlab qo'ygan men qatorliq aziz mehmonlarimizni sahnimizga taklif etamiz. Oldi bilan bizning sahnimizga menib keldigini bo'lsa, yillardan buyon o'zining yiqimliq naqshlarini bizga hadiya qilib kelayotgan hamda kuy elchisi deb atilib, nurg'un qizlarimizning qalbiga o't yoqayotgan xush ovoz, olqishliq naqshchimiz Hazrati Ali Muhammad Tursun. Chavak! Chavak! Dostum Hazreti Ali Muhammad Tursun'ni qizg'in qarshi olamiz. Albatta, Hazreti Ali Muhammad Tursun bugun suyumli xonimi bilan birlikda yetib kelibdi. Miyasarini qizg'in qarshi olamiz. Didor G'animat, yana bir chavak berib o'taylik. Navbatda sahnimizga qizil guldek yarishib, o'zining latofati, jazbdorligi, xush ovozi bilan yuraklarimizga o't yoqayotgan bizning olqishliq, xush ovoz, tannoz naqshchimiz Zulhayot Ismoilni sahnimizga taklif etamiz. Marhamat! Chavak! Zulayat! Chavak! Qarshi olamiz Zulayatni, chavak eriytayli. Wow! Zulayat bugun bizning bosh temamizni bilib qolgandek, attirguldek siyog'dek bizning oldimizga yetib kelibdi, ha? Navbatda sahnimizga yillardan buyon izchil pay videoga ergishib, bizning har bir maydon faoliyatimizning ajoyib qizg'in kayfiyat ilib berilishiga sabab bo'layotgan shundoqla bizning hamkor naqshchimiz, olqishliq san'atkorimiz Akbar apandimni taklif etamiz. Akbar Ahmad, sahnimizga marhamat. Videoning nomining tillarda doston bo'lib, 7 iqlimda hammani o'ziga qartishi, shunaqla texmi olqishliq bo'lishi uchun kuch chiqarayotgan tirishchan vakolatchilarimizdan navbatda sahnimizga menib kirdig'ini bo'lsa, bizning 3 millionlik shirkat birlashma hamkorlashuvchimiz Nigor xonim, sahnimizga marhamat. Chavak! Hayajon ilikida navbatda sahnimizga bizning yana bir nafar 3 millionlik shirkat birlashma hamkorlashuvchimiz Tirishchan yo'l ochquchi Gulmira xonimni taklif etamiz. Marhamat, chavak! Gulmira xonim bugun ajoyib chiroyli latofat bilan bizning ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Gulmira xonimni qizg'in qarshi olamiz. Hamda shirkatimizning taraqqiyoti uchun kuch chiqarayotgan, ham shundaqla izchil o'zining suyumli hamshirisi, yaxshi do'sti Parizatning yanida uni qo'llab kelayotgan do'stimiz Xayrigulni qizg'in qarshi olamiz. Marhamat! Sheritimizning ma'muriy xodimlaridan Xayrigul xonimi bugun guldek ichilib naq maydonimizga yetib keldi. Sizni qizg'in qarshi olamiz. Didor G'animat. Albatta, Pay Videodagi yana bir suyumli do'stimiz, barliq do'stlarimizning ishlarining texmi oson va ravon bo'lishi uchun Pay Videoda kuch chiqarayotgan bizning tirishchan yetakchilarimizdan biri hamda shirkat xodimlaridan kim o? Majdali sahnimizga taklif etamiz. Marhamat, chavak! Majdani bugun aptapdek faqirab, oltindek chaqnab ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Majdaga bir chavak berib o'tamiz. Didor G'animat.
Qadrli do'stlar, endi navbatda bizning yangi tur mahsulotlarimiz, ya'ni bizning sog'lomlik mahsulotlarimiz, shunaqla go'zallik mahsulotlarimizning texnik olqishliq bo'lishi uchun shirkat tomonidan alohida taklif qilgan shunaqla zavod, ya'ni bizning biopantexnika cheklik shirkatimizning mas'ul xodimlaridan Wang Huanwei sahnamizni taklif etamiz. Janshen Youqing. Endi navbatda sahnamizga taklif etadiganimiz bo'lsa, albatta o'xshashlam bizning Ishkirdagi zavod tarafdan bugungi faoliyatimizga alohida qadam tashlab qilgan suyumli do'stimiz Mari. Mari efendimni qizg'in qarshi olamiz. Shanshan Shenwu Keji Youshan Gongsi bizniki suyumli do'stimiz Mari efendim alayda bugungi faoliyatimizga qadam tashlab qildi. Navbatda o'xshashlam Shanshan Shenwu Kejidan alayda bugungi faoliyatimizga yetib kelgan Feng Yanying qizg'in qarshi olamiz. Feng Yushi, Feng Yanying da olay. Xo'sh, qadrli do'stlar, navbatda hayajon bilan, chavaklarimiz bilan bizning navbatdagi tarbiyalashlarimizda bizda yaqin turib, albatta o'zining eng yaxshi bo'lgan sitchatdagi bilimlar bilan bizni ta'min etadigan olqishliq korxona maslahatchilaridan biri bo'lgan Ko'rik korxona maslahatchilik shirkatining qurg'uvchisi, mening yaxshi do'stim Abdurahmon muallimni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat, chavak. Qadrli do'stlar, navbatda bizning bu qatimqi safarimizning nihoyat xayrli bo'lishi, ishlarimizning texmi oson bo'lishi, eng go'zal sayilgohlarda sayohat qilishimiz uchun bizni yaqindan qo'llagan Chingluydan kelgan do'stlarimizni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Madaniyat xonimga shunaqla hamshirlarga rahmat etamiz. Madaniyat xonimga chavak berib o'taylik. Ashada turdi, chavak. Sizni qizg'in qarshi olamizda rahmat. Bugungi faoliyatlarimizga ham kuchab berganingizga navbatda biz endi ig'ir darajalik, hatto turmushda men o'zimga hadi o'rnida, do'st o'rni muomala qilsammi, korxonachilikda, yetaklanishda, bozor savdosida uningdan ulgi ilib, uningdan ta'lim ilib, uni ustoz o'rni ko'rayotgan, uning payvidiyoga bo'lgan beg'ishlash ro'yidan suyungan hamda hayronu asti qolgan, o'zining odimiyligi, fazilati, yo'l ichishdagi ideyasi, istidati, shunaqla barcha do'stlarimiz bo'lgan g'amxo'rlik, mehr, muhabbati bilan bizning suyumlik ma'budimizga aylanayotgan va yoki bizning eng yaqin kishilarimizning biri sanalayotgan Xinjiang Payvideo savdochilik shirkatining qurg'uvchisi, Payvideo mahsulotlarining ro'yobga chiqaruvchisi, bugungi Yeshil Yaqut ham shundaqla to'zdek yasinib, naq maydonimizga kirish oldida turgan eng suyumlik mehmonimiz Parizat G'inini taklif etamiz. Marhamat, chavak. Bugün mehmonlarimiz bilan ajoyib go'zal siyoqda ko'rishib oldik. Quchoqlashib turib, mehr muhabbatimizni, seg'inish salomlarini yo'llab oldik. Endi atrofga qarab boqaylik. Nima degan go'zal, nima degan kishini hayajonga soldigan paytlar bu. Qaraydigan bo'lsak, Marvoyitdek parqirab turayotgan ko'k dengiz bizning ko'z oldimizda jalolanib, hayotimizga ajoyib bir go'zal huzurlik tuyg'ularni baxsh etyapti. Shundaqmi emasmi? Yana qaraydigan bo'lsak, rangarang ichilgan atirgullar o'zining xush hidini dimog'larimizga urib, bizga hayotning fayzini so'rdiryapti. Shundaqmi emasmi? Yana qaraydigan bo'lsak, o'zimizning kuchimiz, o'zimizning aqlimiz, o'zimizning tirishchanligimiz bilan hayot safarida iqtisod safariga yo'l olgan bizlar oxirida yaxshi kunlarga ulashib va yoki hayotimizning eng unutilg'isiz paytlarini kutib olib, bir-birimizga beqishib o'tirib, bir-birimizning natijalaridan zo'qlanyapmiz. O'zimizga yuraklarimizda pinhanda minnatdorligimizni bildiryapmiz, opirini aytyapmiz. Shundaqmi emasmi? Balkim shundaq bir kunlarda o'zinglarning hayotinglardagi eng suyumli qo'llag'uvchilaringlar bo'lgan vakolatchilaringlar, ham shundaqla sizlar eng ixlos qilayotgan, yaxshi ko'radigan yetakchilar bilan birlikda qo'lni qo'lga tutib o'tirib, keng dengiz bo'ylarida mana shuningdek muhabbat paytlaridan zo'q ilishni o'ylabmi baxmagan bo'lishinglar mumkin. Biroq biz oxirida Payvideoning shafqati, Payvideoning bizga tortayotgan nuri, shundaqla uning bizga yetkazayotgan mana shuningdek illiq, baxtiyor turmushi bilan
Özümüzün hayatımızdaki unutilg'isiz minutlarni yuraklarımızga naqsh qilib chekyapmiz, unudan huzurlanayapmiz, hayotning fayzini suryapmiz. Endi navbatda baxtlik o'zimiz uchun qiyoqas cho'qanliq yana bir chavaq beramiz. Rahmat. Biz haqiqatan o'zimizni intayin baxtlik deyishga tamoman munosib. Biz baxtiyor bir yer sharda yoki tinch aman bir yer sharda emas, balki baxtiyor bir davlatda, tinch aman bir davlatda yashayotganligimiz uchun vatanga, partiyaga minnatdorligimizni bildirib turib, o'zimizning qarindoshlarimiz bilan, urug' tuqqanlarimiz bilan, o'zimizning eng suyimli kishilarimiz bilan birlikda iyilik yo'lida taraqqiy qilib, yaxshi kunlarga orqa-orqadan ulushyapmiz. Bizning bugungi faoliyatimizmi ajoyib shodiyona, shundaqla ajoyib tantanlik minutlarga to'g'ri kelyapti. U bo'lsa-mu, Ulug' Jungo Kommunistik partiyasi qurilganligining 100 yilligiga tantana qilinayotgan bugünkidek kunlarda bizmi o'zimizning eng ko'tarangi kayfiyatimiz bilan, eng xo'shal holatimiz bilan vatanimizga, partiyaga minnatdorligimizni bildiryapmiz. Endi chavaqlarimiz bilan mana shu o'tliq hissiyotimizni ifodalaymiz. Rahmat. Yana rahmat aytishga to'g'ri kelsa, hayot safarimizda bo'pti berib kel ayolim, va yoki bo'pti berib keling qizim, va yoki bo'pti berib keling yo'ldoshim, xo'shal o'ynab keling. Siz xush bo'lsangiz, sizning ro'yingiz ko'tarilsa biz xush bo'lamiz deyotgan oilamizdagi eng suyimli kishilarimizga, bir donlarimizga, shundaqla qimmatliklarimizga ekran yuzi orqali, kuychi bevosita taqtish kanali orqali minnatdorligimizni bildiramiz. Sizlarni qo'llayotgan barcha oila a'zolaringlar, barcha vakolatchilaringlar, barcha urug' tuqqan yoru do'st birodarlaringlar, sizlarning xushalliginglar uchun bo'lsa-mu, manguga baxtiyor omon bo'lsin. Rahmat sizlarga. Shundoq minnatdorligimiz, mehr muhabbatimiz hargiz uzilib qolmaydi. Yana minnatdor bo'lishga haqliqmiz. Kimga? Dal bizning bugunkidek xushalligimizga sabab bo'layotgan, bizga bir piyola choy qo'yib, dasturxonlarimizni atirgul nozu ne'mat, shirin qan-gizaklar bilan bezab, hayotimizga unutilg'isiz ma'nolarni beg'ishlayotgan, sizlar o'ynayinglar, sizlar kulayinglar deb kech-kunduz mana mishada xizmatdimi ham o'zi tang malol bo'lib, yana bugun sizlarning xushalliginglar uchun guldek yasinib kelayotgan suyimli do'stim Parizat Xeniga minnatdorligimizni bildirishimiz kerak. Hayatımızda üyürleş, düşüş, hayacanlanış, miskin buluş ve ya ki tuyuksuzlu bir gayretlerge kilip getiş ve gaydı bel koyup etiş, insan boğan ikemiz hemimizden royumuzda daval olup durdu. Şahsen ben de mi şundak boğan? Ama her nöbet yaxşı itekçimiz, özünün qaysarligi bilan, özünün adimiligi bilan ulgu bo'layotgan Parizatning do'stlar chambarkini varaqlab va yoki uning bilan muңdashqinimda, uning erkaklarni besib tushalaydigan g'ayrat shijoati mening yana davomli tirishishimga turtki bo'layotdi, madad bo'layotdi. Shaxsan tungi kunlikda yarim kechida mishani bezayotgan nurg'ulg'an xizmatchilar bilan birlikda bu yana ko'zdan kechirish jarayonida biz yotoqqa qaytgan vaqtimiz xizmatchilar bilan soat 2 dan eshibdi. Bu vaqtda men Parizatga dedim: "Endi hergiz sarang bo'p mal chiqirma degan ishni men hergiz qilmayman. Nega borsang shu yerga borma, japoning amini sen tot, pulingni men topay" dedim. To'g'rimi, xatomi? Chunki barcha mas'uliyatni, barcha burishni, barcha japoni o'z ustiga tortib, oldimizda qurbonlik berayotgan, yo'l ichib ilgirlayotgan, bizga qalqon bo'lib, bizning oldimizda bizga ro'yi to'rik bo'layotgan, mana shuningdek yaxshi yetakchilar bo'layotganligi uchun biz putimizni olmab qo'yib turib, bugun Buxaraman uxlab oqidan kiyimlarimizni kiyib, rangli kirimlarimizni chiroyli qilib, chochlarimizni yasashtirib, hatto o'zimiz xohlagan narsalarni yeb, xotirjam holda go'zal paytlarga jo'r bo'lyapmiz. Shundaqmi emasmi? Shunlashqa yana bir qitim chavaqni suyimli Parizatga berib o'tayman. Rahmat. Men ba'zida o'zimga 24 soat taqsimlangan bo'lsa, Parizatning bir kunda 48 soat vaqti bormikin deyman. Nimishqa desa, amaliyotda vaqt hammamizga o'rtaq taqsimlangan. Ammo bu yetishidiki, hamma ishni qila olaydi-ki, yana o'rlashtirib olaydi-ki, tang barliq odamlarga ko'ngil bo'lalaydi-ki, hammamizning g'imimizni yelaydi-ki, yana eng oxirida hammamizdan chiroyli bo'lib paydo bo'la olaydi-ki. Atrofimizda bizga shunday aktiv energiya va ruhiy oziq bo'layotgan har millat do'stlarimizning qadamlarining texmi xayrlik bo'lishini, ishlarining texmi utuqliq bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bizning bugungi yig'ilishimiz Atturgul bazmisi,
çiçekler saylisi, muhabbetlik bir uçuruşuş, hem şundaqla bir-birsimizge minnettarlık bildirdigan acayip ganimet bir sorun. Bugün biz közlerimizge beqishib turib, rahmet etayli, mağızlarımızge suyup turib, bir-birimizni çingidi quchoqlab, men seni yaxshi ko'raman, hayatımızın en ahirgi paytlarigacha birga o'tishga nasib bo'lsin degan güzel tilaklarni tilashayli. Yana bizning san'at beg'idan uchib kelgan bulbul go'yalarimizning sahnamizda xandan urib sayrashlarga quloq solayli. Bulamdi do'stlar. Undaqda sahnamizning kayfiyatini texmi avjiga chiqarish uchun ham shundaqla har qitim sahnamizda naqsh etgan chog'da bizni hayajonga sola oladigan do'stimizni birinchi bo'lib taklif etib olish uchun do'stim Zulhayat İsmailni hayajon bilan chavaklar bilan sahnamizga taklif etamiz. Bugun biz bu yerda yeyimiz, ichimiz, o'ynaymiz. Hem en güzel melodiyalarga quloq silib, hayotimizdagi unutulg'isiz bir kunni o'tkazamiz. Haminglarga xayrli kunlarni tilaymiz. Xayrli kunlarda hammamizdan kayfiyatimiz texmi zo'r bo'lsin. Qandoqda san'atkorimiz sahnamizga marhamat. 掌声有请我们亲爱的女歌手 Zulhayat Chavak. Salam. Salam Peridio ailesiga barliq perişte, sübetlik, güzel hanım, kızlar, efendiler. Hemenler bilen şundaq güzel muhitda, güzel şehirde, şundaq güzel faaliyette, mənlik faaliyet yüz görüşkəligində intayın xoş elmən. Sizlərini görüp intayın xoş olduq. Biz Peridionu yaxşı görmüz. Biz Perizatını suyumuz. Şundaqla hemenlerini suyumuz. Şunun üçün sizlər üçün xizmət üçün biz daim tayar. Əmsə keyfiyatlarını yuqur götürüş üçün mən bilən tən oynab, tən yayrışıqlarını ümid qılmən. Mərhəmət əziz mehmanlarımız. Vüsal peymanığa doğru
Rahmat, aziz mehmonlarimizga ko'pdan-ko'p rahmat. Amsa birga o'ynaylikmi bu qatam? Amsa shu do'stim Farizat alaydi qo'llagan eng chiroyli naqshlarimdan o'zimdan so'ra. Marhamat aziz. Birlikte oynayımızda.
Rahmat. Yana bir qatim Zulhayatga qizg'in alqishimizni berayotimiz. Rahmat. Zulhayat bayada ajoyib ko'tarangi kayfiyatlar bor. Ba'zida biz o'zimizni sal dovuxomiki deb qolamiz. Nimishqa desa, to'nglab ketgan vaqtimizda qachon oftob chiqa deymiz. Oftob chiqqan vaqtida qachon bulut chiqa, yomg'ir yog'a deymiz. Qachon yomg'ir yog'a deb yomg'irlar kelgan vaqtida yana qo'llarimizga kunliklarni ilib olamiz. Shamollarda mang'imiz keladi, shamol chiqib qolsa, derizlarimizni yepib olamiz. Amaliyotda tabiatning har bir minutidan bizga berayotgan har bir paytidan minnatdorlik bildirib yashashning o'zimi dunyodagi go'zal bir yashashmiki deb o'ylayman. Oftobni seg'ingan paytlarimizda oftoblar yetib keldi. Quyoshlar yo'limizni yo'rtibyotdi, dasturxonlarimizni yo'rtibyotdi. Go'zal tabiatga, go'zal vatanimizga, shunaqla bizni hayajonga selayotgan go'zal videoga yana bir javob beraylik. Rahmat. Qadrli do'stlar, minnatdorlik so'zlari tilga ilingan chog'da balki maminglarning atrofinglardagilarga, Parizatga, videoga va yoki videodagi yetakchilaringlarga, agashkuchilaringlarga aytqidak va yoki ifodalanmay qilayotgan muhabbatlik so'zlaringlar bo'lishi mumkin. Patpatlam uning buning yetakchimga bak minnatdorligim bor. Nima deyishni bilmayapman. Hissiyotimni qandoq ifodalashni bilmay qilyapman degan so'zlarni anglab qolamiz. Qoida biz naqshlarimiz orqali minnatdorligimizni bildirdik ekanmiz. Qoida usullarimiz orqali rahmatimizni bildirdik ekanmiz. Qoida quchoqlay olaydik ekanmiz. Qoida rahmat deb birla tabassum qila olaydik ekanmiz xolos. Undaqda bugun bizning suyimli shoirlarimiz shundaqla bizning marka hamkorlashuvchilarimizga yarışib kelib, har vaqt to'plarimizda bizning qiziq temalarimizni yaratib beradigan suyimli mehmonimiz, yaxshi do'stimiz Tursunay adamning bugun minnatdorligini ifodalash usuli yana qanday o'zgacha bo'ladi ekan, sahnimizga taklif etaylik, marhamat. Chavaqlarimizni qamsin, Janshin Youqing, 我们亲爱的嘉宾. Salam, suyimli Paridiyoniki eng suyimli vakolatchilari, salam Parizatlidir, salam suyimli san'atkorlar. Bugünkidek mushu kunda sizlar bilan mishada mushtaq sizlarga o'zimning yurak so'zlarini yetkazish fursatiga ega bo'lganligimdan intayin xushal bo'lib o'tiribdiman. Shundaqla intayin bir go'zal bir manzarning orasida turib, bizningki insonlarga yetkazadigan bir sog'lom go'zalligimizningki, ya'ni yangi 4-turimizningki e'lon qilinish, axborot e'lon qilinishini qatnashganligimdan nihoyat xushal bo'lib o'tiribdiman. Shu munosabat bilan bizningki mana shundaq bir yaxshi bir mahsulotlar bilan bizni ta'min etayotgan hamda bizning faxrlanish hissiyotida davomli holatda faxrlanish hissiyotida yurishimiz turtki bo'layotgan Parizat lider va bizningki sevimli mahsulotimiz Paridio birlashgan holatdagi ko'ngil so'zlarimizni sizlarga sunmoqchiman. Al qalbi, cho'lpon va Parizat. Bir yaralmış putildi belkim, şebnem söygen güller bergide. Yaltır idi nurladı ahlim, bir güzellik şeyda seherde. Nazuk liven kızla çehrede, tabiattek masum muhabbet. Paridio bergen söygöde, yigitlerde çahnaydı gayret. El söymese hiç nime emez. Her sahada danlıq çolpan mu? El söyünse başka görünmez. Meyip mecrup bolsa sultan mu? Parizatni çolpan dermişler. Zilzilige salsa Paridio. Kim bilidu kandak keşmişler. El kalbini mayıl kılgandu. Tabiatta izleri qalğaş, ünüm saplık, undu mücessem. Her mahsulat özgüçü bulğaş, çehirlerde söygü tebessüm. Sağlam tende sap akıl deydu, hayat yolun baskan konula. Sizden illet zehər heydeydu, Paridio yasıgan yolla. Tabiatning yarqin soğusi, sağlamlıqda yaşnaydı hayat. Güzel sağlam bolaylı deydi, xalq söygen çolpan Parizat. Rahmet. Pah. Yana bir qatim Tursunay adamga javob beramiz. Bir qancha ilgari to'pda
Oşundaq bir müşavirak yezish fəaliyyətimiz ilib berilib. Mening yazgan bir köplet şeirim G'uva ismiga kelyapti. Ey canan, sehri küçüğünü pavidiyoga bağladın. Nazının xulqi mijazda canını o'tda dağladın. Lazzati şeirim parizat debdi men hayran bulup, bir külkanda tügdi canım, meni hayran eyledin. Qadrli do'stlar, bizning pavidiyo oilamiz mana shuningdek har soha har kasbdagi to'hpikorlar jamgohi. Ular o'z kasblarida ajoyib qaltis natijalarni yaratgandan boshqa yana pavidiyoda jam bo'lib, o'ziga ishongan, o'ziga agishayotgan, o'ziga ixlos qilayotgan barcha tirishchan har millat vakolatchilarga odimiylikdan, hayotdan, turmushdan o'git berib kelyotdi. O'zining kasbiy bilimlarini ularga yetkazib qolmasdan, yana ularga hada, aka, singil, ini, do'st tuqqan bo'lib, ularning g'amguzori bo'lyotdi. Ular bilan birlikda hayotning xo'shalliklariga jo'ri bo'lyotdi. Ular bilan birlikda qiyinchiliklarni yengayotdi. Ana shularning orasidagi nihoyat kattalari bugun birga jam bo'libdi. Atturgul bazmimizga jam bo'lgan kattalarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Yana bir qitim sizlarga rahmat aytamiz. Ishlaringlar yaxshi bo'lsin. Yilning beshi bahordan deb bizning bahor paytlarimiz yetib kelyotdi. Bahordek kunlarda biz ajoyib go'zal xo'shalliklarga jo'r bo'lib, ajoyib katta natijalarni qutlab, birga jam bo'lib, o'zimizning izgu tilaklarimizni jug'uryapmiz, unidan ichilgan xushpuroq kunlarni hidlayapmiz. Mening cho'g'an chog'da biz o'zimizni tamoman intayin baxtli deb atsak, buning haqliqmiz. Qadrli do'stlar, albatta, navbatda yana o'xshamagan bir san'at numeri. Ya'ni bizning ko'zimizni o'ziga bog'lay oladigan, etaklardan gul barglarini uchirib turib, usullarni o'ylab, bizning aqlimizni, bizning hissiyotimizni, shunaqla muhabbatimizni o'ziga zo'qlandira oladigan suyimli usulchimiz Nigorni sahnamizga ajoyib chiroyli usullar bilan kepinak taklif etamiz. Marhamat. Chavak.
Raçil Yare küllük minni meskil Raçil Yare küllük minni meskil Raçil Ya kadrini bilmeysen Raçil Yare zimmistanni yazkil Raçil Yare zimmistanni yazkil Raçil Açıl açıl gülüm açıl açıl yare acil dubakta gül açıl yare acil besa gül kayda saçıl Açıl açıl gülüm açıl açıl acil besa gül kayda saçıl Açıl açıl gülüm açıl açıl acil besa gül kayda saçıl Qadrli do'stlar, bizning bugungi faoliyatimizga yana xonandan alohida taklif qilgan aziz mehmonlarimiz bor. Ular bugungi faoliyatimizga qadam tashrif qilib, naq maydonda sizlarga salomini yo'llamoqchi. Albatta, ularni sahnamizga taklif etishdan ilgari yanlam Kuychi bevosita taqtish kanali orqali bizning bugungi Pavideo 2021-yillik Sanyadagi yangi mahsulot tantanimizga jo'r bo'layotgan barcha ko'rmanlarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shunaqla bu do'stlarimizning ham do'stlar chambarka orqali bugungi xo'shalliklarni atrofdagilar bilan ham bahrlab qo'yishini so'raymiz. Barliq do'stlarimizga minnatdorlik bildiramiz. Barcha do'stlar, rahmat sizlarga. Navbatda biz bugun xonandan alohida yetib kelgan şirket taraf, zavod taraf mehmonlarimizni sahnamizga so'zga taklif etamiz. Oldi bilan taklif etadiganimiz bo'lsa, Hunan Shangsheng Shengwu Keji Yo'shan Gongsidan Feng Yanying, ya'ni bizning suyumli do'stimiz Shangsheng Yo'qing. Feng xonimni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. 各位亲爱的 Peridio 的家人们，大家下午好。今天是我正式第一次跟大家见面，但其实我跟 Peridio 的缘分呢，其实在3年前就已经签上了。现在你们在用的所有的 Peridio 的产品，其实都是经过我的手。我是从3年前从 Peridio 这个品牌刚开始建立起来，到现在3年多了，一直陪伴着，一直跟帕丽小姐一起把这个品牌的产品品质进行把关、创新研发。我们在开发所有这些产品的过程当中呢，我们是坚持3大原则：第一，必须产品是安全的；第二，舒适感、体验感一定要好；第三，也是非常重要的一点，就是我们的产品必须是适合新疆地区的伙伴们使用。那基于这3大原则啊，我们在每一个产品的开发过程当中，是经过了无数次的体验、测试、调整，进行不断的打磨、改良，最终才会推出市场。所以我可以很自信的跟大家说，所有 Peridio 的产品一定是精品中的精品，大家认同吗？谢谢，谢谢大家的认同，也非常的感谢大家在这么多年来对 Peridio 产品的认可以及对它的支持。那么今年呢，我们随着新一轮的一个战略合作的项目启动了，那我们今年会陆陆续续为大家推出为 Peridio 量身定做一系列的高品质的高科技的产品，
给到大家。那这些产品呢，不光能够让大家在追求美的路上收获财富，更重要的是还可以收获健康快乐的人生。谢谢。Rahmat, yana bir qatim javob beramiz. Menimcha, bizning pay videodagi vakolachilarimizniki bilim qurilmasi jihatdan elib aytganchaqdan bir qadar yuqori shonlashqa davlat o'rtaq tilidagi yuqoridagi bayonlarni tamoman tushunoladi. Biroq Fan xonim aytgan bundaq 3 nuqta menga intayin ta'sir qildi. Birinchisi, pay videoning mahsulotlari qandoq dedi? Bexatar, ishonchlik. Bu ham bizning yuzimizni yo'riq qilayotgan tarafi. Ikkinchisi o ikincisi çokum rahat, aram bəxiş, sınığandaki, işletgendeki duygu kişiye acayip yıkışlık, şunaqla huzurluq duygu bir yerelediğen buluş şart kılındı. Üçüncüsü bolsa, del Şinjan klimatida yaşavatkan her millet istimalçılar veya ki her millet güzelliği intilgıçılarının tallışı bulalaydı. Çünkü peydiyo məsulatları Şinjan'a xas kılıp, alayda tadqiq kılınıp, işlep çıkarılgan. Şunaq mı emas mı? Şunlaşqa, biz üçün mana muşunundaki yeni mahsulotlarni va yoki yeni turlarni ishlab chiqarishimizga hamdam bo'layotgan, kuch bo'layotgan zavoddan kelgan bizning barliq do'stlarimizga minnatdorlik bildiramiz. Kancha nimani davlay, fechongachi. Qadrli do'stlar, navbatda undaqda biz yana bir shirkat taraf mas'ulimizni taklif etishdan ilgari navbatda diqqatimizni cho'ng ekranga qaratamiz. Chinkanda pingmu, chinkan wamda video. Sheshe. Bizning 2021-yilni butkul Şinjan xalqiga sunadigan yana bir alohida bo'lgan mahsulotimiz Paridio teri asrash turining yangidan bozorga selinish oldida turgan yana bir yangilik bo'lib, bu butkul xonim qizlarning tushidimi o'ylaydigan orzusiga qanot yasab uchib yetganiga o'xshash qaltis natijadir. Paridio shirkati har bir mahsulotga yetarli iqtisodiy mablag' ajratib, davlatimiz bo'yicha eng cho'ng muntazam asosi bo'lgan tadqiqot, yangilik yaratish natijasi eng ilg'or bo'lgan shirkat bilan hamkorlash orqali barliq mahsulotlarni eng unumli va eng sop holatda xalqqa sunishga kafolat berdi. Biz bilan strategik hamrohlik munosabati o'rnatib, yangi mahsulotlarni tadqiq qilib yasab chiqishimizga alohida kuch qo'shgan Tianxi xalqaro shirkati 2006-yilda qurilgan bo'lib, güzellik sohasida oldingi qatorda turadigan yangi aktiv kirim buyumlari yasashni yadro qilgan o'sim tuzashdagi masalalarni hal qilish yangicha loyihasini ta'minlaguchi bo'lib, soplik darajasi yuqori, quyuqlikdagi yuqori aktivlikka ega unum xarakterlik, hech qanday ximiylik tarkiblar qo'shilmagan, odatdan tashqari yangi kirim buyumlarini texnik yaratish va sifat jihatdan yasashga ahamiyat berib, kasbiy bo'lgan aktiv kirim buyumlari texnikasiga erishib, bir xil mahsulot bilan masalani hal qilish loyihasini maxsus tuzib chiqib, kirim buyumlari kasbining butkul jarayonini tez ta'minlash zanjiri supsiga ega qildi. Tianxi xalqaro shirkatining bosh shtabi dunyodagi 500 kuchli korxona top rayoni, davlat darajadagi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Guangzhou iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, Yonghe iqtisodiy rayoniga ta'sis qilingan. Tövəndə Paridio shirkatimiz bilan Tianxi xalqaro shirkati strategik hamrohlik munosabati o'rnatib, birlikda tadqiq qilib bozorga solgan unum xarakterlik mahsulotlar bilan tafsiliy tanishib chiqamiz. 30 dan oshgan xonim qizlar yurishligi. Paridioning 2018-yili bozorga solgan orambaxish yurishlik mahsulotlari xaridorlarning yoqtirishiga va ishonchiga erishib, ularning qurg'oq, sazgur, suv va moy tamponliqi buzilgan, o'rmin qalaymaqonlashgan yuz terisi masalalarini hal qildi. 30dan oshgan xonim qizlar yurishligi va Huchayravan qand kesish fermenti xonim qizlarni ichki tashqi jihatdan sog'lom, go'zal qiladi. Paridio shirkatining qurg'uvchisi Parizat bozorlarda setilayotgan nurg'un dog' yo'qotish mahsulotlarining ayollarni dog' yo'qotish, seriqlikni tugutish jihatda xato tushunchaga ega qilib qo'yayotganligini, dog' yo'qotish mahsulotlarida o'lchamdan eshib ketgan simab tarkibining bog'liqini, buning bilan xonim qizlarning dog' tushirish maqsadiga yetish uyoq tursin, teri to'qilmalarining ziyonga uchrayotganligini bayqagan. Buning uchun faqat ichki jihatdan tanishish, uning yana tabiiy tarkibli qayrishga qarashtirish teri asrash mahsulotlarini, ya'ni shirkatimiz yangidan bozorga solgan 30 yoshdan oshgan xonim qizlar yurishligini sirtdan qo'shib ishlatganda, xonim qizlar ondan terisini sog'lom qila oladi va asrash maqsadiga yeta oladi. Kuchay ravon bo'lmaslik, qavziyat, qand tarkibi yuqori bo'lib ketish qatorliq omillarning hammasi ayollarning terisini qurg'oq, yirik qilib etadi. Doni xo'rak o'riltib, dog' paydo qiladi. Chiroyni xunuklashtirib, baldur qerish hodisasini paydo qiladi.
30 yoshdan oshgan xonim qizlar yurishligiga tabiiy tarkiblik moddalar qo'shilgan bo'lib, terini siliqlashtirib, dog' sapkini yo'qitib, ziyonga uchirgan terilarni asli keltirib, xonim qizlarni siliq, yumron teriga ega qilib, qurg'oq, yirik, dog' tushgan terilardagi masalalarni tub yiltizdan hal qiladi. Terini chingitib, oziqlik moddalarni to'liqlab, terining qerishini kechiktirib, 30 yoshdan oshgan xonim qizlardagi teri qerish masalasini hal qilib, qerishga taqobil turadi. Navbatda biz o'xshashdan bizning bugungi faoliyatimizga alayda qadam tashrif qilgan Shanshanshanwu Kejidan Zongjingli Wang Huanwei efendimni sahnamizga taklif etamiz. Qani, marhamat. Çavak, 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 çavak. 跳着上。谢谢。第一次啊，这么近距离的与我们的新疆的这个同胞，在一起，第一次近距离的感受我们同胞们的热情、美丽，还有这种奔放的这种性格，非常荣幸，非常高兴啊！此情此景，我忍不住想吟诗一首。今天天有情，阳光灿烂；今天地有情，鲜花锦簇；今天海有情，风平浪静；今天人有情，我们欢聚一堂。大家好，我是上岛国际的奋斗者王焕维，很荣幸来到帕利雕的新品发布会。谢谢大家。在座的这么多漂亮的小姐姐，以及那么多英俊的小哥哥，你们都是美丽与健康的拥有者，同时，你们也是美丽与健康的守护者。接下来，你们又是健康与美丽的传播者，谢谢你们把更多的美、更多的健康传播给爱你们的人以及你爱的人，谢谢大家。我们这次战略合作，有2个新品，等一下会有详细的这个产品介绍。这个2个产品呢，也非常的符合目前的这种大健康的理念。产品的事情呢，我不多说。在此呢，我看一下，我想我们这么激情如火的团队，有这么好的这个领航人，有这么好的产品，我相信这个产品一定在我们市场上大卖特卖，也祝贺我们今天的这个新品发布会圆满成功。最后，祝在座的各位嘉宾，在座的各位领导，本次三亚之行收获满满，健康美丽，谢谢大家。非常感谢王先生特意参加我们三亚的这次新品发布会，您的到来给我们增光添彩，非常感谢您的到来。yana bir qatim Wang apandimga javob beraylik. Endi bugungi yig'ilishimizga oltin uzuk yoqut ko'zdek yarışıp turib bir mehmonimiz alayda qadam tashrif qildi. Yillardan bu yana ham biz to'rdan, ekranlardan uning mag'rur obrazi, yiqimliq naqshlarini anglab kelayotgan bo'lsak, bugun ko'z oldimizda Pavidiyoning mana shu Attirgul bog'chisida va yoki gulchechaklar bazmisida uning bilan nol oraliqda turib, uning yiqimliq naqshlariga quloq solmoqchi bo'ldik. Ammo buningda bir shart bor. U bo'lsa Pavidiyoliklar cho'qim qo'ldirdagi kartalarni jo'zli qo'yib turib, eng qizg'in olqishlarini yangirtish kerak, eng yangroq ovozlari bilan taklif etish kerak. Buning cho'qim biz qila olamiz. 3 2 1 sahnamizda Hazrati Ali Muhammad Tursun. Chavak. Rahmat adash, rahmat. Rahmat. Salam, Paridio ailesininki şu Sayya şehirde ötküzülüyotgan yeni
tur e'lon qilish katta faoliyatiga qadam tashlab qo'ygan barliq rangarang güzel qizchaqlar yaxshimsizlar hammanglarga do'stlar Hazrati Alidan salom bo'lsin rahmat hammanglar qaranglar bugungidek shundoq hammanglar bugun shundoq güzel joylarda shundoq bir erkin ozod holatda bugungi sizlarning shundoq xo'shalliqinglar tang jo'rulib tang tabriklaydigan bir fursatga erishganimdan sizlarga shundoq ancha-muncha naqshlarimni so'q qilib sizlar bilan tang tabriklab bugun xo'shalliqdan tang bahramand bo'lgan shundoq bir yaxshi ishlarga uchirganimdan o'zimni baxtlik shundoq his qildim. Albaytniyaqa o'zinglar xabaringlar bor. Nijat og'inam sahnaga eng bishi chiqiblam o'ziniki ko'tarangi kayfiyati, yumoristik gap so'zlari chin yurakdan chiqqan samimiy güzel söz ibareleri bilen, mediyeleri bilen bizden hemimizin konumuz gap sözlerini şundan devetti. Hem şu perdede bir başlanıp gitti ama muş faaliyet ulan muşta bula, o faaliyet kızlar manda ula digendeklam şu başlanğandan hazır geçe hem de naitti keyinden çıkatkan numaralar bilen güllü ulan nait kızıvattı. Andan ben bir nersini his qildim. Bugün ma ancha muncha isqib qolgankin sizlarni yani bir yerlerden sal isqagandak bir keyfe çıkıp koyam ki desem sizligi o gap ketadigan Perdio'nun ailesi boş aile emasken Abdumat nima degan bunu mu shundoq hammasini joy qila oladigan sizlardek shundoq güzel hanım kızlar hem de masajtırıp mağalayı deb o'yladim. Şahsen men mo sip ketdim lekin sizlar mana bugun nima deganda qo'shildigan kun o'zimizniki shu Peridio oilasininki tabriklaydigan nurg'un yaxshi ishlar bo'lganki sizlarni butun ishchilardan bugun mush xizmatni yaxshi qilamiz deb yig'ilgan ekan nima degan shunga men endi o'ylab qoldim Albaytniyaqa do'stlarimiz kasbdoshlarimiz shunday yuqori kayfiyat naqshlarni aytib berdi endi naqsha kerak yaxshimisiz men hozir bunda bir taklif bilan keldim. Mening shoqim bizning do'stlarimiz, bu qitim faoliyatga kelgan do'stlarimizcha bundan xo'sh oldu. Nemish qatsa tunugun asli bizning Aturgul bag'disiga boradigan safarimizda Hazratli Bati yo'qib qoldi. Yo'qolganlik uchun bir javob berib o'taylik, ayblab turib. Endi uyg'unlikka bizning bir qitimlik lagerimiz bor, shundaymi emasmi? Ha? Xabaringlar bormi, yo'qmi? Mushu lagerg'imi Hazratli tan qatnashsin desanglar bir javob beringlar. Qatnashsin deb yana bir qatimda o'taylik. 3-2-1. Rahmat. Bizning bu qatimga faoliyatimizni taklif qilgan cho'lponlarimiz, mayli Zolayat bulamdi, onun boshqa Hazratli bulamdi, Akbar bulamdi, yana men bulamdim. Cho'lponlar degan yerga o'zimni qo'shib olsam, xo'sh ketdimi? Tarizat bulamdi. Kemtar. Bu qatimga lager qatnashimiz. Albatta bizning lagerda bundaq sahnalarda yurgan do'stlarimizdan boshqa Mundaq aqsapda turib olgan bilan boksurchilikda chempionliklarni olayotgan bizning Xalid Kamdak akalarimiz borchu. Lagerga kelgan chaqda piximiz osmon qarta o'tishi mumkin. Lekin biz qandaqli qilib bo'lsa, oqish menib shurib bo'lsa, bu qitimqi lagerda musobaqada chempionlikni qo'lga keltirishni umid qilamiz. Mening to'liq olgan sonliq uchurlardan egallashimcha 5 guruhga bo'lindik ekanmizda. Uningga qaysi guruh yengib chiqsa, 4 guruhga 5000 yuan naqd pul mukofot berildi. Hozir u Akbar Tünügünün yağı 5000 koyunu xajlab bo'ldi hozircha. Onun 2000 koyga kiyim-kechak olsam, 1000 koyga balalarga bir suv taqib bersam, ondan keyin qolgan 2000 koyga uydagilarga bir tatliq turum, ham tovoq tayyorlab olsam deb. Endi men qanday qilmay 5000 koyni olsam? Naq 5000 koyni yanchiq hisoblan bir mo'chani xajlab bermayman-da. So'rang emasman Parizat bayada pul xajlab. Shunlashqa bizning shu qitimliq lagerimizga Hazreti Ali'ni qatnashishga taklif etaman hozir. Barliq vakolatlarimiz taklif etaman. Sen birinchi olib ketamsan, onun ustiga do'stim izchil chini quvvatidi-chu. Ililiq ikkinchi naqsini ustidagi maykasini sevitib 8 ta muskul bilan aytib bermoqchi bizga. Bo'ldi, undaqda davomli Hazreti Ali'ni naqshaga taklif etamiz. Lagerimizni ko'rishaylik. Marhamat. Rahmat. Gayet erkin ozoda ben xo'shalik bir so'rim bo'ldi. Ko'nglimdagi gap barliq periodiki aziz mehmonlar hammanglarning ishlaringlarning texim yaxshi bo'lishini umid qilaman. Boshqalar go'zallik tarqatqach, o'zinglarning teximi go'zal bo'lishini umid qilaman. Uningdagi rahmat. Mushu oilanglarningki teximi taraqqiy qilishini, teximi o'zinglar yetmoqchi bo'lgan nurg'un arzu armonlaringlarning eng tez suratda amalga oshishini umid qilaman. Unda bo'lsa, men tuvan sizlarga muhabbet naqshini bir necha so'qimoqchi qaranglar. Hammanglarning o'zinglarni qo'yitib, ancha-muncha chavaklarni berganchiligi
degan ovozlarni berishni umid qilaman. Shundan men butun o'zimning gumpamni chiqib sizlarga bugun yaxshi xizmat qilishni Alayman. Rahmat. Unda bo'lsa, naqshan boshlanib ketdi. Hammanglarni xushal qilmoq uchun bo'lsin. Rahmat. Voy! Rahmat. Qışqırıb kelgen kakuk nungun her caydağırı Qışqırıb kelgen kakuk nungun her caydağırı Silapamı ken kakuk Sırdaş bulaylı Ağusem Musa Ağapır meğre Gel kakuk Mundaş bulaylı Ağusem Musa Ağapır meğre Derdi yok Demsem Rahmat. Nega getir? Derdi yok demsem beni derdim için gelip kulak Ve peridiyonda bağlı Rahmat Yarni Tansam sana ay maqlum Rahmat Yanim şağliqdaye Tansam sana ay maqlum Rahmat Tansam sana ay maqlum Rahmat, ammelang rahmat. O gülversanlı ciddilişip tas kaldık akşamda bu. Kıcıl çançıyorum ben sana. Rahmat. Muşu minutlarda benim bir nezmilerini, şiirlerini dinleyip kütüp kararlar. Bir dal, 2 dal, 3 4 dal. 5 dal, 6 dal, 7 8 dal. 9 dal, 10 dal, 11 dal. Yergi düşüp. Boldu gayip. San geldi ya da şimdi. Bugün kim yanı var şunu 5000 koy verdi. Şunu olan ben ağzımı şu üzemden demekçi olan şiirlerimle bir nakşık sep buldum. Şiirimni ben tövendeki muzikam bilen birleştirip durup kış kılıp etmemekçi sizlerge. Yaxşı görüşünü ümit kılmaya. Rahmat. Tövendeki benim nakşam Muşu minut sekundlardaki sizlerge olgan meniki yürükünlük gap sözler. Yaxşı görüp anlaşılan ümit kılman. Ben sizlerni yaxşı görmen degan nakşa sizler için. Rahmat. Ben seni yaxşı görmem Fakat seni sevmem Seni güzel depemez belki Yüreğimden yaxşı görmem Seni güzel depemez belki Yüreğimden yaxşı görmem
Rahmet. Ayrılışta korkumen, suğu taşna çölge bir kuya, sana canım muhtaç ben. Rahmet. Birden daha çökülek kileyim. Rahmet, rahmet. Oy. Berme dep ilip olamı da oylap qo'ydim. Rahmat. Rahmat. Barliq atirgullar, rahmat sizlarga. Kutganlarim yo'q, seningdan ortiq beralsan manga atirgul. Nimem var mening, hey seningdan bo'lak ehtiyojim bir o'zing faqat. Diqqat qiling, diqqat qiling. Hey seningdan bo'lak ehtiyojim bir o'zing faqat. Qizg'inman seni hammadan ayrılışdan korkumen, suğu taşna çölge bir kuya, sana canım muhtaç ben. Kızgınman seni ayrılışdan korkumen, suğu taşna çölge bir kuya, sana canım muhtaç ben. Sizlarni yaxshi ko'raman. 非常感谢 Rahmat, rahmat, rahmat. 感谢 Hazreti Ali. Rahmat Hazreti Ali. Ağinamni men har qatim ko'rsam xush bo'laman. Yuqorida biz duduq hayotimizda minnatdorlik bek muhim deb. Biz g'oyida shunday so'zlarimizni men seni yaxshi ko'raman degan so'z orqali ifodalayar ekanmiz. Uningdan boshqa yana shunday bir so'zni bek yaxshi ko'raman. Balkim u texnik qimmatli bo'lishi mumkin. Sizlar meni yaxshi ko'ramsizlar degan. Her vaqt sening yaningda men bor deydigan. Rahmat adash. To'g'rimi, xatomi? Dal bizda shunday bir muhabbat, shunday bir ishonch tuyg'usi bo'lganligi uchun jumladan har vaqt bir-birimizning yanida hamroh bo'lib, bir-birimizga tasalli va ishonch ato qila olganligimiz uchun biz baxtiyor kunlarning huzurini suryapmiz. Og'inamning bugungi yig'ilishda bizga yiqimliq naqshlarni aytib bergandan va xush bo'ldim adashmaya kerak kelsak, undan keyin sen mishat tursam, ustidirek tursam, egizrak. Keladish. Hazretlining ikki naqsiga hargiz qanmadim. Agar sizlar qanduq desanglar, chavoq chasanglar bo'ldi. Qanmagan bo'lsanglar, Hazretlining usulluq bir naqshi aytib berishni taklif qilsa qandoq? Tabii aytaylik işte. Bu usulluq naqshida o'ttirdi bizni cho'giltib turib usul o'ynab berishga yetakchimiz Parizatni taklif qilsa qandoq? Qani undaqda Hazretlining ijozatini anglaydi. Yo, chattaq yo'q qadash. Ko'ngil chekman degan. Lekin aning pul qo'shib bermayman. Birini deb qapsa, uni desam men bugunga kun aytmay, nada aytmay ijod deb. Rahmat. Qani Hazretli uchun yana bir javob beramiz. Marhamat. Rahmat, shunday xush bo'ldim. Nijat og'ingiz bilan shunday chaqchaqlar qilishdik, lekin yuragimdan men sizlar uchun shunchalik bir xizmat qilganimdan, men yuragim samimiy gap shunday xush bo'ldim. Rahmat hammalarga. Bugun unutilg'isiz bir kun bo'lsa deb o'ylayman. Unda qolsa, naqsham yana davomli sizlar uchun so'qsam, hammalar bir yuragimizdan bir qaynab turib bir tantana qilgan bo'lsak, mashrab qilgan bo'lsak. Qani marhamat unda bo'lsa, Farzat xonim unda bo'lsa sizni o'rlab hammalar o'ynaymoqchi. Boshlab ketdik. Unda bo'lsa barliq Paridio oilasi uchun davomli xo'shaliklar bo'lsin. Marhamat. Nijat. Yar metleskiyipti, vayda dey kimin duppa beşida, vayda dey kimin duppa beşida. Dağlar çıkçamınga şoğu vayda dey, dümmende yak eşida, vayda dey dümmende yak eşida.
Akça mundaşlı oyda de Dümen derya keşida Oyda de yılmazanı keşida Hey 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 Vay Farid yok ama Hey 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 Dümen derya suyini Oyda de küçük bütülü olmaz Oyda de küçük bütülü olmaz Dallap süge yarine oyda de Taşlap yetkili olmaz Oyda de taşlap yetkili olmaz Süge yanın gözüne oyda de Yaşlap yetkili olmaz Oyda de yaşlap yetkili olmaz Hey 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 Silah pamu! Hey! 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 Yatar tapar söz çöçek Oyda deydim ben bu yıda korsak Oyda deydim ben bu yıda korsak Hiç kim murava kümez Oyda de Yürek kanmay ayrısak Oyda de yürek kanmay ayrısak Hiç kim murava kümez Oyda de Yürek kanmay ayrısak Oyda de yürek kanmay ayrısak Köngül kanlak çidaydı oyda de Tiri durup ayrısak Oyda de tiri durup ayrısak Rahmet, hoşallık olsun, hoşallık olsun. İşinizler pehimon, neticelik olsun. Rahmet, demeyin rahmet. Ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, kuychi bevosita taqitish kanali orqali bizning bugungi xushalligimizga jo'r bo'layotgan barcha aziz do'stlar, shunaqla naq maydonimizdagi video go'zallik elchilari haminglarning navbatdagi paytlaringlarning xushallik ichida o'tayotgan bo'lishini umid qilamiz. Ekran oldidagi to'rdosh do'stlarning bugungi xushalliklarimizni do'stlar chambarkiga hambarlab qo'yishini tuvanchilik bilan iltimos qilamiz. Shunaqla ekran orqali barcha bugungi suyumlik do'stlarimizga, vakolatchilarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Parizatma hayajondan ko'zi yosh qutulibdi. Parizatga yana bir chavaq berib o'taylik, ha. Demak, Parizatni jig'ilta olgan ekan, bugungi faoliyatimiz haqiqatan qimmatini yoritibdi. Qadrli do'stlar, undaqda hayajonli minutlardan kishini texmi xo'shal qiladigan minutlarga yurish qilaylik. Bizning bugungi jig'ilishimizga tirishchan, suyumlik vakolatchilarimiz, yetakchilarimiz, shundaqla har qaysi cho'ng kichik agashuvchilarimiz alayda qadam tashrif qilgandan boshqa xizmat munosabati bilan yetib kelmagan bir qancha vakolatchilarimiz bor. Bizmi ham ekran yuzi orqali ana shu jiroqda turib bizga go'zal tilaklarini bildirayotgan suyumlik vakolatchilarimizga oliy ehtiromimizni bildiramiz. Gerçi bu qitimqi safarda billa o'ynash, billa xo'sh bo'lish nisib bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq ishimizga go'zal kunlarda cho'qim eng xayrli safarlar bizga tang jo'r bo'ladi. Aliya xonimga, Mevlüde Hanım'a, yani Olcudaki Mevlüde Hanım'a, Zübeyde Hanım'a, Abdullah Efendim'e, Seyfullah Efendim'e, Dilara Hanım'a, Aytune Hanım'a, Kelpindin Aygül Hanım'a, Ahtudun Mevlüde Hanım'a, Karkaş'ın Pezlet Hanım'a, Çerçendin Hayrgül Hanım'a, Korludun Tursunay Hanım'a, Lopdun Reyhangül Hanım'a, Korludun Arzugül Hanım'a, Börtaladın Göher Hanım'a, Tursungül Hanım'a, İlminur Hanım'a, alayda ehtiromimizni bildiramiz, sizlarni sevg'inganligimizni bildiramiz. Shunaqla sizlarni yana davomli, texmi go'zal joylarda kutamiz. Sizlarning yetkazgan tilaklaringizga ham rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Qadrli do'stlar, shaxsan meni ko'zni yumib ochqicha, mening ham Pavideo oilasiga qadam tashrif qilganimga 1 yildan eshib, 1,5 yilga qarab mengibdi. Bu jarayonda ben özümün asli dastlabki maqsadim ikinci bir kasbda o'g'inish, cheniqishdan boshqa vaqtlikda sizlardek nurg'ulg'an suyumlik oila a'zolari bilan uchrashdim, tanishdim. Bizning ajoyib suyumlik bir to'pimiz bor. U bo'lsa-mu 80 nafardan ortiq marka hamkorlashuvchilar to'pi. Bu topda do'stlarimiz qo'linglarni bir ko'tarib olsanglar.
Bizning bu topimiz meningcha qandaqdir bir to'r sodisi topi bo'lmasdan, balki oila a'zolarining, urug' tuqqanlarning, bir jamiyatdagilarningki bir-birsidan hal ahvol so'raydigan, bir-birsiga xo'shallik yetkazadigan, bir-birsining xo'shalligidan jo'r bo'ladigan ajoyib inoq bir suyumlik top. Bu topda Tursunay adamga o'xshash bizning shoiralarimiz doim bizni hayajonga silib, ajoyib chiroyli beat qo'shiqlar bilan ro'yimizni ko'tardi. Abdullah efendimga o'xshash koni axborotchilarni ham uniga gul keltirib, javob qaytirib, bizni hayajonga soladi, bizni tiliqtirib kuldirdi. Yana bizning to'plarimizda sportchilarimiz bor, doktorlarimiz bor, mutaxassislarimiz bor, yetakchilarimiz bor, har soha, har kasbga to'hibkorlar bor. Biz bu topda Muңdushish, sirdishdan boshqa go'zal atimiz to'g'risida go'zal planlarni tuzamiz. Ham shundoqla qanday qilgan chaqda vakolatchilarni texnik yaxshi yetaklab, iste'molchilarga texnik tez suratda yaxshi mahsulotlarni tonish to'g'risida planlarni tuzamiz. Demak, Payvideo qandaqdir bir savdo to'pi bo'lib qolmasdan inoq bir oila. Nayt güzel bir jamgoh. Bu yerda biz xo'shalliklardan o'rtoqlanishdan boshqa yana nurg'un narsalarni o'rganalaymiz, o'rgatalaymiz. Shaxsan o'zimning mana shundoq bir to'pning a'zosi bo'lganligimdan to'liq xursandman. Oldingi kuni kechda amaliyot yetakchimiz Farizat bizga uxlash buyrug'ini berib qo'ygan. Yaxshi aram olib, atlik yaxshi holatda kutib olinglar deb. Biroq sizlarni seg'ingan bizlar yana sizlarga betoqat bo'lib, yo'linglarga intizor bo'lib, özümüz keçi bolsunmu aldığınlağı çıkışına doğru tapdık. Gerçi bizge bu buyruq berilmegen bolsunmu? Biroq biz qandaqdır vakaletçilerini kütüyeliş, mal toluqluğan dostlarımızı kütüyeliş, emas belki bir aile kişilerimizni, bizni görüş için bitaqat buluvatkan aile azalarımızı kütüyeliş için iş kaldılık kol koşturup sizlerini kütüp aldık. Sizlerinin tebessüm bilen biz bilen kucaklaşıp durup, huzurumuz gitip gelgen payitlerini hem bizden bu jildeki untulğusuz eslimelerimiz, Közümüzde, qarıçqımızda ketib qalğan kartinlerimizden içindeki qimmatlikleri hesaplandı. Elbette bu 7 gündə yana şundaq bir-birsimiz bilan xoşal buluşqa nisib qilsin. Bunundan bir qancha ay ilgari uqishmaslikdan sahnada aytib qo'ygan shundaq bir naqsham alqishlanib ketib, tor dunyosida kengri tarqaldi. Men naqshchi emas, biroq sizlarga o'xshash go'zallikni so'yguchi, hayotni kuylugichi, o'zimning eng shadman kayfiyatimni, shodiyona hissiyotimni naqshlarim orqali g'ingshib turib kuylayotgan melodiyalarim orqali o'zimning kayfiyatimni namoyon qiluvchi. Chunki biz hayotni suyimiz, go'zallikni suyimiz, muhabbatni suyimiz, yaxshilikni istaymiz. Bugun Farizatning taklifi ham shunaqla barliq do'stlarimizning taklifi bilan asli o'zimni anglayman deb tayyorlab qo'ygan shu bir yurish Ürümçi xalq chatma naqshlarini, jurkiga liqqida muhabbatni qachilab, bir-birisi bilan tansi o'ynab, go'zal dengiz bo'ylarida aslini qoldirishni xohlayotgan barliq hadi sing'illarimga, do'stlarimga sunishni to'g'ri topdim. Agarda anglashni xohlasanglar, hazirtligiga chaqancha vaqtimi, chancha vaqtim birini chevitinglar. Ha, toza. Menimcha bu melodiya Devudardan boshlayman. Fan daydiar şişe. Dengiz bo'ylarida Muştaq lirik hissiyatlarga qo'ymamas keldi. Bugun bevosita ko'z sharqiliq nurg'un do'stlarimiz xo'shalliklarimizga jo'r bo'lyapti. Bizning barcha yaxshi tilaklarimiz, barliq eng buyuk so'zlarimiz Payvideo uchun bo'lsin, Farizat bo'lsin, Farizat uchun bo'lsin, hayotimiz uchun bo'lsin, go'zallik uchun bo'lsin, chavaqlarimiz bilan naqshlarga marhamat. Hammanglarni tansiq taklif etaman. Fanda aydiyor şişe. Taşna yürek senden küter, oktan cevap Kolum uzat koynunga al bağri kavakni Taşna yürek senden küter, oktan cevap
içsem şarap, içsem şarap. Bir piyale dolmadı, dolmadı. Yar bilen içsem şarap, içsem şarap. Bir piyale dolmadı, dolmadı. Aldırıp bergen köngülni can canım ey. Etvari bulmadı canım ey. Aldırıp bergen köngülni can canım ey. Etvari bulmadı canım ey. Gül gunca çimen gunca, gülzardat men gunca. Gül gunca çimen gunca, gülzardat men gunca. Gunca güller okşamdı, bizning yar divan şuncha. Can, can, bizning yar divan şuncha. Gunca güller okşamdı, bizning yar divan şuncha. Can, can, bizning yar divan şuncha. Anası ölmegen kim var? Anası ölmegen kim var? Anası ölmegen kim var? Anası ölmegen kim var? Atanıdan ayrılıp musafir bulmagan kim var? Musafir bulmagan kim var? Atanıdan ayrılıp musafir bulmagan kim var? Musafir bulmagan kim var? Yar seni kanatadı, canım ey, ayvanın diyatay bu. Yar seni kanatadı, canım ey, ayvanın diyatay bu. Olta günlük alemde, alemde senin dediğini tatay bu. Olta günlük alemde, alemde senin dediğini tatay bu. Ey hasret çekti, oy yar ne sığındı. Ey hasret çekti, oy yar ne sığındı. Oy yar ne sığındı. Rahmat. Rahmat, 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 rahmat. Vah, rahmat. Bugün dasturxondagi gullarning hammasi oxirida mening etikimda bo'ldigan bo'ldi. Rahmat sizlarga. Barliq bizga gul so'ngan do'stlarimizning qo'lida mangu gulning xushidi qolsin. Hammanglarga oliy minnatdorligimizni bildiramiz. Feyhangachi ko'pdan ko'p rahmat. Barliq do'stlarimizni yana davomli gullar bilan qo'shilib dasturxonlarda chiroyli o'ltirib berishga taklif etamiz. Marhamat. Navbatda endi kishini hayajonga soladigan ajoyib
qimmatli minutlar aytib keldi. Bugun kayfiyatinglar yaxshimi? Yaxshimi? Bizning yaxshi, sizlarni shundoq yaxshi ko'ramiz. Albatta sizlar uchun tayyorlagan nozik ne'matlarimizning bugungi Gül Jamgohining ham shundoqla chiroyli dasturxonlarimizning sizlarning ishtoyinglarga, ko'nglinglarga yoqqan bo'lishini umid qilamiz. Agarda yoqmagan bo'lsa, endi men ig'ir darajalik yana bir gumpamni chiqirma. U bo'lsa-mu, sahnada shundoqla turqidan bir qarab kulib berishidan yuraklarimizni ajoyib illiq tuyg'ularga cho'mildira oladigan bizning qobil, ixtisoslik, iqtidorlik, mas'uliyatchan, samimiy, ko'ngilchak, mehribon yetakchimiz, suyimli do'stimiz, yaxshi qarindishimiz kim o? Parizod G'eniyni sahnimizga taklif etamiz. Marhamat, chavak. Shu gulning hammani beray sizga. Chavak, chavak. Abay yig'lab bo'ldim. Yig'lamayman. Aldı bilan kelgan qadaminglarga merhaba. Haqiqatan sizlarni shunchalik sevginibdim-a. Boya gerçi shunchalik xo'shal quram usul o'ynagan bo'lsak-mu, sizlarni ko'zinglarni ko'rib, yuzinglarni ko'rib, shunchalik bir jig'i tutib ketdi. Kelish safarda jafo tortdinglar. Nurg'un qitim o'sha paridioga oid o'zim ancha-muncha bir narsalarni yezib qo'ygan vaqtimda, agarchi men burundan hech qanday bir yiziqchilik va yoki bu jihatdan ortiqchiligim bo'lmasa-mu, ammo paridioni yurgimdan so'ygashga, o'zimning bolasida ko'gashga shunchalik bir yaxshi bir narsalarni yezib qo'yib qo'yganimni his qilman. Men tunugun bu shu necha kunning ichida mush aldirachiqda yezib tayyor qilib qo'ygan. Burun mushtaq sahnalarga chiqqanda hech qachon bir xatga qarab o'qimaydim. Bugün muşun sözlüğüm geldi. Elbette hammamizning qalbida eng muhim o'rin turadigan minnatdorligimni davomli sizlarga aytqim keldi. Aldi bilan hammamizning ota-onalarimiz omon bo'lsin. Men ama mushqitim shunchalik o'yitkilarni billa akagim batdi. Bizning xotirjam o'ynashimiz uchun yani meni ular apamba, dadamba deb ishiga ta'sir yetmasin deb kelmadi. Hammamizning shunday deb o'ylayman. Bizning mumushtaq bir chiroyli yerga ota-onalarimizni ap kelimiz degan bir va'damiz bo'ldi, ammo bu qit bo'lgandi. Ammo bu qitim mush axborot yangi maqsad to'g'riliq o'zimiz kelib qoldik. Onundan boshqa yana eng rahmatimni bildirdiganim mening vakolatchilarim. Bizga hashpashtigacha 3 yilga yaqin vaqt o'tib qopti. 3 yil jarayonida biz kuldik, o'ynadik, yig'ildik, hayotning payzini surdik. Atrofimizga nurg'un xonim qizlarni o'zgartdik. Hatto bu yerda o'tirgan yo'ldoshlarimiz yangi boshlaganda bizni qo'llamagan bo'lgan bilan, ammo bugungi kunda mushundaq so'rinlarga biz bilan birga qadamini tashrif qildi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Sening qo'llashinglarning ostida ayolinglar, o'zinglarning so'yginglar shunchalik bir chiroyli natijalarni ko'rsatib, oila uchun o'zining qo'ldan kelishicha kuch chiqaryotdi. Bütün hamkorlashuvchilar, bütün vakolatchilar mushu so'rinda ba ham so'ringa kelanmagan Paridiodan 10 mingdan ortiq vakolatchilarimizga bu yerda sizlarga ko'pdan ko'p minnatdorligimni aytaman. Sizlarga rahmat. Albatta bu qitim hammanglar dedinglar, lider jafo chekdinglar. Lider shunchalik chiroyli so'rin bo'pti, shunchalik chiroyli o'rinlashtirish bo'pti. Rostga qilsam bu mening eng bir rahat holda bir faoliyatga tayyorlik qilganim. Chunki mening ustimdagi zimmamni bu qitim shirkatdagilar o'z ustiga oldi. Bu yerda bizning shirkatdagi bu qitimlik faoliyatda eng jafo tortgan Xayrigulga rahmatimni bildiraman. Hammamiz 200 odamlik to'pda birsimiz bir ig'izdan qilsak, shularni bütün materiallarni ratlab, yana ezib ketmay hammamizning sog' salomat mushaga yig'ilishimizga jam bo'ldi. Yana bir aylan bo'lsa, bizning Nijat Vali Yaqub. Nijat Vali Yaqub gerçi şirketninki 3 milyonlik hamkorlashuvchisi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bizning bugungi mush so'rindagi chiroyli artistlarimizni, chiroyli mush muzikalarimizni
Hem şu bizning kuychi bevosita taqtishdagi bütün munosabatlarimizni degandek mushtaq bir tashviqotga oid ishlarimizni bütün kuchi bilan qilib keldi. Sana rahmet japa tatding. Albatta Nijatning bizga bergan tökpillari bo'la emas. Buni har qitim so'zlab tugitib bo'lmaymiz. Bu yerda Paridio oilasidagi bütün vakolatchilar uchun sana yana bir qitim minnatdorligimizni bildiramiz. Akbar efendim, Akbar bilimiz Paridioning naqsini bizga har yerlarda, Şinjanning har bir yerlarida yangritib, her birisimizni tunji qitim o'zimizga xos bo'lgan naqshimiz, o'zimizga xos bo'lgan muzikamizni biz uchun aytib, biz uchun o'z to'kpisini ko'rsatib berayotgan bizning naqshchilarimizning birisi. Akbarni yo'qotmay, men bilan mushu safarda mengayotgan mening suyimlik hamkorlashuvchilarimga oldida sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlar bo'lganliginglar uchun Paridioda 10 mingdan ortiq vakolatchilar. Oson emas. Çünkü bu görünüşler biz hakikaten hikayelerdeki perizatni göz aldığımızda gördük. Deste güllerinin arsada, gül çiçeklerinin koynada dostumuz perizat bizge acayip bir güzellikni, muhabbetini his kıldırdı. Biz bugün yukarıdaki filmimizde bizden en yeni sağlamlığa ait bizden tenimizde tekme aman kılıdığan hem neçə gündən beri acayip çıraylı isimlerini koygan məhsullatlarımız haqqında anlığan oduq. Desek bulamdı ismini? Parizatni bizden yukarıdaki filmimizdeki məhsullatlarımızın Uygurca ismini elan qilish təklif etdimiz. Onu elan qilishqa sen en haqlıq deb o'ylayman. Bu qitim bizning mahsulotimizning, ya'ni shu ichimlik mahsulotimizning ismini Nijat o'zi bir qo'l qo'yib berdi-mi? O'zlam desin-a bunda. İki tür məhsullatımız var. Bunun içindeki cigerge ait məhsullatımızı bilisizler, şuna mı? Bunun biz ciger aram şirin uyku degan isimni koyduk, şunak mı? Ciger aram şirin uyku fermenti. Çavak! Bilib olaylı ya. Cigerimizni aram aldırıp uykumuzni şirin kıldığan ferment. Şunlaşqa ciger aram şirin uyku fermenti. Yani bir bolsa bizning 3 ayga ait, ya'ni bizningki ishlab chiqarish metabolizmimizni ilgari suradigan mahsulot bo'lganligi uchun 3 ay ravan qand kesish fermenti. 3 ay ravan qand kesish fermenti bilan jigar aram shirin uyqu fermenti bizning sog'lomlik turimizdagi Şinjan bazarini emas, bütün ilimiz bazarini zilzilga keltira oladigan eng olqishliq mahsulotlarning biri bo'lib qolg'isi muborak bo'lsin. Navbatda biz yana bir alqışlıq məhsulatımızga diqqətimizni ağdıraylı, qani marama. Bizning 2021-ni butkul Şinjan xalqiga sunadigan yana bir alohida bo'lgan mahsulotimiz Paridio teri asrash turining yangidan bozorga selinish oldi turgan yana bir yangilik bo'lib, bu butkul xonim qizlarning tushidimi o'ylaydigan orzusiga qanot yasab uchib yetganiga o'xshash qaltis natijadir. Paridio şirketi her bir mahsulotga yetarli iqtisodiy mablag' ajratib, davlatimiz bo'yicha eng cho'ng muntizim asosi bo'lgan tadqiqot, yangilik yaratish natijasi eng ilg'or bo'lgan shirkat bilan hamkorlashish orqali barliq mahsulotlarni eng unumli va eng sop holatda xalqqa sunishga kafolat berdi. Biz bilan strategik hamrohlik munosabati o'rnatib, yangi mahsulotlarni tadqiq qilib yasab chiqishimizga alohida kuch qo'shgan Tenshi xalqaro shirkati 2006-yilda qurilgan bo'lib, güzellik sohasida oldingi qatorda turadigan yangi aktiv kirim buyumlari yasashni yadro qilgan o'sim tuzashdagi masalalarni hal qilish yangicha loyihasini ta'minlaguchi bo'lib, soplik darajasi yuqori, yuqori quyuqlikdagi yuqori aktivlikka ega unum xarakterlik, hech qanday ximiyalik tarkiblar qo'shilmagan, odatdan tashqari yangi kirim buyumlarini texnik yaratish va sifat jihatdan yasashga ahamiyat berib, kasbiy bo'lgan aktiv kirim buyumlari texnikasiga erishib, bir xil mahsulot bilan masalani hal qilish loyihasini maxsus tuzib chiqib, kirim buyumlari kasbining butkul jarayonini tez ta'minlash zanjiri supsiga ega qildi. Tenshi xalqaro shirkatining bosh shtabi dunyodagi 500 kuchli korxona top rayoni, davlat darajalik yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Guangzhou iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, Yonghe iqtisodiy rayoniga ta'sis qilingan. Tövəndə Paridio şirketimiz bilan Tenshi xalqaro shirkati strategik hamrohlik munosabati o'rnatib, birlikda tadqiq qilib bozorga solgan unum xarakterlik mahsulotlar bilan tafsiliy tanishib chiqamiz. 30 dan oshgan xonim qizlar yurishligi,
Paridio'nun 2018 yılı bazarga sağan oranbaxish yurishlik mahsulotlari xaridorlarning yoqtirishiga va ishonchiga erishib, ularning qurg'oq, sazgur, suv va moy tamponliqi buzilgan, o'rmin qalaymaqonlashgan yuz terisi masalalarini hal qildi. 30 dan oshgan xonim qizlar yurishligi va Uchayravan qand kesish fermenti xonim qizlarni ichki tashqi jihatdan sog'lom, go'zal qiladi. Paridio şirketining qurg'uvchisi Parizat bozorlarda setilayotgan nurg'un dog' yo'qotish mahsulotlarining ayollarni dog' yo'qotish, seriqlikni tugutish jihatda xato tushunchaga ega qilib qo'yayotganligini, dog' yo'qotish mahsulotlarida o'lchamdan eshib ketgan simab tarkibining bog'liqini, buning bilan xonim qizlarning dog' tushirish maqsadiga yetish uyoq tursin, teri to'qilmalarining ziyonga uchrayotganligini bayqagan. Buning uchun faqat ichki jihatdan tanishish, uni yana tabiiy tarkibli qayrishga qarash turish, teri asrash mahsulotlarini, ya'ni shirkatimiz yangidan bozorga solgan 30 yoshdan oshgan xonim qizlar yurishligini sirtdan qo'shib ishlatganda, xonim qizlar ondan terisini sog'lom qila oladi va asrash maqsadiga yeta oladi. Uchayravan bo'lmaslik, qavziyat, qand tarkibi yuqori bo'lib ketish qatorliq omillarning hammasi ayollarning terisini qurg'oq, yirik qilib etadi. Doni xo'rak o'riltib, dog' paydo qiladi. Chiroyni xunuklaştırıp baldur qerish hadisini paydo qiladi. 30 yoshdan oshgan xonim qizlar yurishligiga tabiiy tarkiblik moddalar qo'shilgan bo'lib, terini siliqlashtirib, dog' sapkini yo'qitib, ziyonga uchirgan terilarni asliga keltirib, xonim qizlarni siliq, yumron teriga ega qilib, qurg'oq, yirik, dog' tushgan terilardagi masalalarni tüp yiltizdan hal qiladi. Terini chingitib, oziqlik moddalarni to'liqlab, terining qerishini kechiktirib, 30 yoshdan oshgan xonim qizlardagi teri qerish masalasini hal qilib, qerishga taqobil turadi. Paridio şirketining 2018 yildan boshlab qo'lga keltirgan natijalari ko'p bo'pli qolmasdan, balki shirkat lideri Parizat G'eni butkul kuchini xalqimiz uchun eng unumli, sop va tabiiy bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarishga qaratganligi uchun uzluksiz xalqimizning kuchli e'tirof qilishiga va rozimanlik inkoslariga erishdi. Albatta, Parizat G'eni bilan bir saf turib, billa go'zallik madaniyati va marka madaniyatining tikliguvchilarining birisi bo'lish uchun bu safga qetilayotgan vakolatchilarning soni hozir 10 mingdan oshdi. Shundaqla davomli eshiyotir. Sifat qanchaki yaxshi bo'lsa, e'tirof shuncha kuchli bo'ladi. Arzu qancha yuqori bo'lsa, buningga haqiqiy so'qilgan yurak qaytilsa, kelgusi texmi go'zal bo'ladi. Biz ishimiz. Paridioning kelgusi texmi go'zal. Xalqning sog'lomligi va go'zalligi uchun elinayotgan bu qadamlar texmi mardona bo'lsin. Rahmat. Eng oxirgi yurish pek güzel ha. Rasmiy rivoyatlardagi bir parizatlarni ko'rgandek bo'ldik. Nimda yomonsiz deyman. Bo'ldi unda bo'lsa, bizning bugungi faoliyatimizga alohida qadam tashrif qilganlarga bizning yetakchimiz Parizatning minnatdorlik voqeani anglab o'taylik. 首先非常感谢三位，尤其是冯老师。我跟冯老师真的是这3年有了很多默契。冯老师是一直说，就说我是一个特别挑剔的人，我是一个很难合作的人。我甚至把一个产品就是让他调到最后都无奈了，不管包装也好或者料体也好，我的可能本身的要求比较高，这一方面也让你为难了很多，委屈了很多。这3年走过来，我们创造了很多奇迹。我虽然很挑剔，但到现在我的挑剔没有吃过一次亏，所以我们的产品卖得很好。希望我们继续加油，继续创造新的产品。也感谢马瑞老师，也感谢王经理，非常感谢你们的到来。我爱你。Rahmat. Balkim yuqoridagi videolarni ko'rgandan keyin bizning cho'ng kichik oila a'zolarimizmi ham o'zining Paridioning bir oila a'zosi bo'lganligidan faxrlangan bo'lishi mumkin. Shaxsan men faxrlandim, hayajonlandim. Dastlabki tanlashimning hayotimdagi tunji sodamda tutgan birinchi markamning ham meni hayajonga selayotganligidan faxrlandim. O'zimning to'g'ri qilganligimdan suyundim. Sizlarga har vaqt mushundaq bir tuyg'uning jo'r bo'lishini umid qilaman. Mayli Parizat bo'lsin, mayli Paridio bo'lsin, izchil turda ishonchni, sifatni, mulozimatni eng oldingi o'rniga qo'yganlik uchun ham shundaqla vakolatchilarga,
bizning agashkichilarimizga texmi ko'p manfaatni o'tinib berishni maqsad qilganligi uchun Pavidio qurilib hozirgacha bo'lgan qisqagina bir qancha yilda ajoyib katta mo'jizlar bizning ko'z oldimizda qayta-qaytadan namoyon bo'lgandan boshqa, yana mayli Şinjan televiziya stansiyasining eng olqishli programmalaridagi xos nomini olgan, tojdorligini olgan Kuzur marka degan nomlarga erishgan bo'lsin va yoki yaqinqi mezgillardagi orqa-orqadan ilimizning katta sharaflariga erishkichi bo'lsin. Biz har vaqt muvaffaqiyatni, shon sharafni ikki qo'limizda ching tutib olqirab yuguryapmiz. Menimcha bu bizni haqiqatan hayajonga solgan tarpi. Dal shundoq bo'lganligi uchun bugungi kunda biz emas, balki xaridorlarimiz ishq oldimizga kelib bizni izlaydigan, vakolatchilarimiz yetakchilarini izlab kelib daraja o'stirishni talab qildigan, katta imtiyozlarni qayta-qayta yaratib berishni orqa-orqadan talab qiladigan ajoyib go'zal, xayrli paytlar davron suryapti. Biz Pavidiyoga har vaqt mana mushuningda xo'shalliklarni, katta utuq nusratlarni tilash bilan birga bugun kuychi bevosita taqitchi qonunlar orqali bizning xo'shalligimizga jo'r bo'layotgan har millat ko'rmanlarimizga jumladan hozir bizga so'z qoldirish orqali vakolatchilik haqida savol so'rayotgan do'stlarimizga 4-turimiz, ya'ni faqat 4-turimiz bosh vakolatchiligining hozircha faqat 2500 yuan bilan 4-turimizga bosh vakolatchi bo'la oladiganligini, biroq balkim pat arda Pavidioning koni qoidasi bo'yicha vakolatchilik darajasining bara-bara o'rlab ketalaydiganligidan bisharat beramiz. Shunday emasmi? Shunlashqa Öndidar do'stlar chamberkinglar orqali bizning xo'shalligimizga jo'r bo'ladigan tor dunyosida bugungi faoliyatimizni ko'rib turayotgan barliq do'stlarimizga eng tez suratda oilamizga a'zo bo'lish taklifini beramiz. Pavidio sizlarni har vaqt qizg'in qarshi oldi. Davomliq didor g'animat. Qadrli do'stlar, endi navbatda bizni hayajonga soladigan o'tqashdek bo'lib bizning naq maydonimizga yetib kelgan, bizga har vaqt jo'shqin naqshlari bilan hayajonli tuyg'ularni baxsh etalaydigan Pavidio bilan hamkor naqshchi bo'lib bizning safarlarimizda bizga do'st bo'layotgan, bizga yaxshi bir qurdosh bo'layotgan suyimli do'stim Akbarni naqshlar bilan sahnimizga taklif etamiz. Qani Akbar Ahmad sahnimizga marhamat, chavak. Hey. Rahmat Nijat. Salam Pavidiyodagi barliq güzel xonim qizlar. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men sizlarga pek munotunish emas deb o'ylayman. Shu bütün faoliyatlarda boshdan oxiri sizlar uchun kichik cho'ng xizmatlarni qilib kelyapmiz. Bugünkidek mushundaq so'rinda, mushundaq gul chechakka to'lgan mushundaq bir ziyofatda chehringlardan shu ekranga qarab, Nijatga qarab, bizning Parizatga qarab, faxrlanib o'tog'inglar qarab mening odiqim chiqdi deb o'yladim. Chunki garchi men bu shirkatni qurmagan bo'lsam-mu, garchi men bu shirkatga qo'shgan to'pam kichikkina bo'lsa-mu, lekin men bu shirkatning adim bo'lganligim uchun faxrlandim. Ham sizlarning faxrlanganinglar qarab xush bo'ldim. Hammaylarni bir chavaklarni bergan bo'lsak o'zimizga rahmat. Men o'zimning men odatda shu bir narsalarni yozaman-chu, hamda bakmo Tursun aydimizdek bek payiz yezib etmisam-mu, lekin haddi bo'lsin o'zim kuchli narsalarni yozib kelman. Men shu Parizatga anglatgan bir naqshi bor, lekin chiqarmagan-da bu naqshini. Bu naqshini men shu Parizatni ko'rgandan keyin, Pavidioni ko'rgandan keyin hissiyotimni naqsh qilib bir yozgan tunji ko'rib degan bir naqshi bor. Shuni sizlarga taqdim etsam, Pavidioga xos bo'lgan yana bir naqsha sizlar uchun. Qani marhamat. Kayfanglar, şişe. Tunji görüp la seni yo'qotdim. Normal yurishayotgan o'zimni bütün oyun hayalim ne sen izlashga başladım izini bütün oyun hayalim ne sen izlashga başladım izini sana
sebepsiz aşık. Xuddi buloqlar kulgandek tatlı. Sana men aşık, bu bir reallik. Hergiz bu bo'lmas, bo'lmas vaqtli. Hammalar joyimizda turib o'ynaymiz ha, o'rnimizda turib o'ynaymiz. Saktınla bir gülüşlerim var. Tasavvurumdaki sana bugün ya da xuddi senle var. Amalım yokken köydüm ben sana. Bu dünyada xuddi senle var. Amalım yokken köydüm ben sana. Sana ben aşık, sebepsiz aşık. Xuddi buloqlar kulgandek tatlı. Sana ben aşık, bu bir reallik. Hergiz bu bo'lmas, bo'lmas vaqtlik. Sana ben aşık, sebepsiz aşık. Xuddi buloqlar kulgandek tatlı. Sana ben aşık, bu bir reallik. Hergiz bu bo'lmas, bo'lmas vaqtlik. Naq mushu naqshida aytilganga o'xshash Peridioni tunji ko'rib es qilganlarim Peridioga bu shirkatga sizlarga xuddi shunga o'xshash sababsiz mangu oshiqmanchu. Shu munosabat bilan davomli turda o'zimizning naqshi hech qaysi shirkatda yo'q Peridio nomli naqshini taqdim etgan bo'lsak, hammanglar birlikda. Tiyarşuga, size. Çayımızda. Peridio, Peridio, Peridio. Peridio, Peridio, Peridio. Peridio, Peridio, Peridio. Peridio, Peridio, Peridio. Güzel kız, bana bir kargına. Gözümden kürey, özümle bir ömür bulurlar arası. Sen goya bana koyaş, canım sen
yüzümge bulutlar arası sen kıyamana kuyaş Cünüm senle olsam ben gümen 18 yaş Peridio, peridio, peridio Peridio, peridio, peridio Peridio, peridio, peridio Peridio, peridio, peridio Hey! Hey! Peridio, peridio, peridio Hey! Peridio, peridio, peridio 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 Peridio, peridio Peridio, Peridio yaşasın! Hey! Akbarga bir qatim chavab beramiz. Rahmat. Ba'zi narsalar odamning sifat saposi bilan, bag'ri kengligi bilan, mehr muhabbati bilan o'ntanasib bo'ldik. Mana qaranglar. Xuddi biz cho'ng bir konsertga tayyorlik qilib olgandek, hammamiz usullarni oldin mashq qilib olgandek, kayfiyatimiz ko'tarangu, dilimizni birdaklik bo'lganligi uchun ajoyib go'zal bir siyoqda bugun Akbarning yangi nusxadagi Pavidio nomli naqsining MTV'sini mumishadi ishlab etdik. Yana bir qatim barliq usulchi sizlar uchun javob beramiz, yaraysizlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz do'stlar. Albatta, navbatda takliflarga binoan ham shundaqla nozning qizlarning usulga bo'lgan talpinishiga asosan mening yaxshi do'stim, xush ovoz naqshchimiz Zulhayotni chiroyli raqqosimiz Nigar bilan keltirib bir payda numar o'rlab berish taklif etmoqchi. Albatta Nigarning usulni boshlab berishi bilan keyin yana davomli barcha bugungi yig'ilishimizga kelgan azizlarimizni mushu so'ringa usulga taklif etamiz. Qani san'atkorlarimiz sahnimizga marhamat. Amisa davomli yana kayfiyatimizni texmi yuqori ko'tarish uchun go'zal Nigar qizimizni chaqirish bilan birga tang o'ynaymiz qizlar. Marhamat.
Qadrli do'stlar, bugun mening cho'g'an chog'da biz bu sahnada, bu yig'ilishda bek hayajonlandik, bek xush bo'ldik. Kishi qalbini larziga soldigan xo'shalliklarga guvoh bo'ldik ham shundaqla. O'zimizning texi yoz kirmay turib ketib olgan yoz minutlardan ajoyib huzurli tuyg'ularga ega bo'ldik. Yana bir qitim so'rg'im kelyapti. Xo'shalmisizlar? Xo'shalmisizlar? Undaqda menga endi eng oxirdagi yerga eng qizg'in javob. Gerçi vaqt itibarı bilan bizning güzel dengiz bo'yidagi bu milyonlik bazmimiz hozir mishada oyoqlashmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq bizning safar sayohatlarimiz uzilib qolmaydi. Bugun, ata, o'gin va buningdan keyingi bir qancha kunda biz yana davomli birga jo'r bo'lib, qiyin sinoqlarga birlikda taqobil turamiz. Birlikda o'ginish va tarbiyalanishni tamomlab, kasbiy bilimimizni oshiramiz. Ham shundaqla eng katta ayvon saroylarda birlikda bazma mashrab qilamiz. Kuychi bevosita taqitish kanali orqali bizning bugungi bevosita ko'rsatishimizni ko'rayotgan Payvideo 2021 yillik yangi mahsulot e'lon qilish tantanimizga jo'r bo'layotgan barcha do'stlar, men Nijat Vali Yaqub. Bizning dengiz bo'ylaridagi tabrik murosimimiz mishada oyoqlashdi. Albatta biz bundan keyingi bir qancha kunda yana davomli Payvideoning tabriklash va tarbiyalash faoliyatlarini ilib boramiz. Do'stlarimizning yana davomli Payvideoga ishtirok qilishini eng samimiy istimalçı buluşunu ümit qilish bilan birga Payvideo oilasiga vakolatchi bo'lishini qizg'in qarshi olamiz. Payvideo har vaqt sizlarni qizg'in qarshi oldi. Naq maydondagi barliq do'stlar, kechki ko'rishgacha omon bo'laylik. Xayr xo'sh.